Bu safar endi bir niyat qildikki, shu obodonlashtirish Juda yaxshi. xizmat qiladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ularni qabul qilasizlar degan O'sha umiddamiz. sohibi ehsonlarning haqlariga chiroyli duo qo'ysalaringiz bo'ldi inshaalloh. Assalomu alaykum, hurmatli bizani obodonlashtirish xodimlarimiz. Bugun bir xayrli ishni qilishibdiki, shu homiylarimiz tomonidan qiynalgan oilalarga shu oziq-ovqat mahsulotlarini tarqatishni shu qora akamiz niyat qilib shu ishlarni amalga oshirib yurgan ekanlar, lekin bir narsa xulosaga kelishibdiki, mana shu hamma odam ko'rsa shu Toshkent tumani chiroyli bo'lyapti, chiroyli qilinyapti, chiroyli ko'chalari chiroyli deb yetaveramiz, lekin o'shani chiroyli qilayotgan odamlar, o'shalarni ko'rkini ko'rsatib berayotgan odamlar bu mana shu sizlar obodonlashtirish boshqarmalari. Uni tan olishimiz kerak, uni bilishimiz kerak. Har qanaqa pul ishlatilsa ham baribir uni chiroyini ko'rsatib berayotgan odam bo'ladi. O'shalar bilinglarki, shu obodonlashtirish bo'limini xodimlari, mana shu ayollarimiz, mana shu erkaklarimiz, shu yerdagi xodimlar shunga sababchi. Katta hammanglarga rahmat. Alloh yomonliklardan o'zi asrasin. Yurtimiz tinch ekan, bunaqangi ishlar bo'lyapti. Alloh yurtimizni tinch qilsin, vatanimizni tinch qilsin. Inshaallohul karim tinchligimiz abadiy bo'lsin va hammalarimizni mana shu vatan uchun olib borayotgan xayrli ishlarimizga o'zi madadkor bo'lsin inshaallohul karim. Bir sohibi ehsonlarning haqlariga chiroyli duo qilamiz. İnşallah undan keyin mahsulotlarni olaveramiz inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Alloh, ya Rahim, o'zingga go'zal daqiqalarda turib duolar qilamiz. Duolarimizni mustajob aylagin. Avvalambor yurtimizni tinch qilgin, vatanimizni tinch qilgin, mustaqilligimizni abadiy qilgin. Rahbarlarimizni olib borayotgan xayrli ishlarga o'zing madadkor bo'lgin. Hammalarini yomonliklardan, har qanaqangi yomon ko'zlardan o'zing asragin. Hammalarini yuzlarini yorug' qilgin. Bugun ana shu ehson qilgan birodarlarimizdan, aka-ukalarimizdan o'zing rozi bo'lgin. Ya Robbi, hammalarini o'ylagan eng yaxshi niyatlarga o'zing yetkazgin. Ya Robbi, duoga qo'l ochgan hammalarimizni shunaqangi ehsonlar beradigan, zakotlarni beradigan boylardan qilgin. Ya Robbi, o'zingdan o'zgaga muhtoj qilmagin doimo. Va sallallohu ta'ala ala xayr xalqi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu Rahmat.